Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Mana yaqinda O'zbekistonni 15 milliondan ziyod aholisini shaxsiy ma'lumotlari tarqalib ketganligi haqidagi yangilikni eshitib, mana shu mavzuga oid bitta video lavha tayyorlashim kerak deb niyat qilib yurgandim. Ushbu video lavhamizda ma'lumot xavfsizlikni ta'minlash darajalari haqida o'zimni tajribam asosida gapirib bermoqchiman. Demak, ma'lumot xavfsizligini ta'minlashni eng quyi, ya'ni fundamental darajasi bu inson omili hisoblanadi. Agar jamoamizdagi hamkasblarimiz halol, ishonchli bo'lmasa, biz qanchalik eng zamonaviy, eng zo'r tizimlarni ishlatmaylik, ular hech qaysisi ma'lumotni xavfsizligini ta'minlashda to'liq yordam bermaydi. Ya'ni misol uchun biz eng zamonaviy, eng zo'r dasturiy ta'minotlarni ishlatishimiz mumkin, qurilmalardan foydalanishimiz mumkin, hatto sun'iy intellekt asosidagi xavfsizlikni ta'minlash tizimlaridan foydalanishimiz mumkin. Lekin agar inson omiliga to'liq e'tibor bermagan bo'lsak, ya'ni jamoamizdagi hamkasblarimiz ishonchli bo'lmasa, halol bo'lmasa, bular baribir yordam bermaydi xavfsizlikni ta'minlashga. Shuning uchun eng fundamental daraja bu inson omili. Ya'ni hamkasblarimiz ishonchli, halol, vijdonli odamlar bo'lishi kerak. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlashning ikkinchi darajasi bu huquqlarni cheklash bilan amalga oshiriladi. Ya'ni inson qanchalik ishonchli bo'lmasin, baribir har bir insonning kamchilik tomoni bo'ladi. Inson faktoriga suyanib, o'sha odamning kamchiligidan foydalanib, ma'lumotga ega bo'lib olish mumkin. Shuning uchun ham endi bu darajada biz har qanday ishonchli odamni ham baribir huquqlarini ma'lum miqdorda cheklashimiz kerak bo'ladi. Bu narsani yo'lga oshirish uchun RBAC, ya'ni Role Based Access Control, Least Access Privilege kabi texnikalar qo'llaniladi. Ya'ni huquqlarni rollar asosida belgilash, by default hech kimga hech narsa mumkin emas degan prinsipda ishlash va shu kabi narsalardan foydalanamiz. Nimaga? Chunki hammamiz insonmiz, hammamizning kamchiligimiz bor. Afzallik, kamchilik, hammaning nozik tomonlari bor o'ziga yarasha. Bu narsani hujum qilayotgan odamlar ham biladi. Odamdan ma'lumot olishning har xil yo'llari bor. Masalan, aldash mumkin, social engineering texnikalari yordamida o'zini boshqa odam sifatida tanishtirib, aldab o'tish yoki bo'lmasam odamni qanaqadir nozik joydan ushlab olib, uni o'ziga yoki oilasiga qanaqadir tahdidlar bilan qandaydir ma'lumotlarni oshkor qilib yuboraman degan tahdidlar qilib, undan ma'lumotni olish mumkin yoki bo'lmasam odamni majburlash mumkin. Mana shu narsalarni impactini cheklash uchun role based access control yordamida har bir insonni o'sha rollar asosida tizimda qila oladigan imkoniyatlarni cheklash yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bitta insonga hamma huquqlarni berib olmasdan, balki har bitta inson qiladigan vazifasiga qarab huquqlari belgilanadi. Bunga misol, masalan, mana SQL serverda o'sha rollarni e'tibor bergan bo'lsanglar, u yerda xilma-xil rollari bor. Masalan, DB reader, DB writer, backup operator, shu kabi har xil amallarga qarab, o'sha qiladigan ishga qarab rollar belgilangan va biz qaysi foydalanuvchi qanday ish qilishiga qarab unga tegishli rollarni beramiz. Shunday qiladigan bo'lsak, birinchidan biz ham tizimni himoyalagan bo'lamiz, ham o'zimizni hamkasblarimizni ham ma'lum darajada himoyalagan bo'lamiz. Chunki misol uchun ular o'sha boya aytgandek ma'lumotga ega bo'lishni har xil yo'llariga urinib ko'rishi mumkin. Shu jumladan u odamni qanaqadir mast qiluvchi bir vositalar yordamida undan ma'lumot olishga urinish ham bo'lishi mumkin. Shunday holatda ham agar u insonni haqiqatan ham u ma'lumotga huquqi bo'lmasa yoki haqiqatan ham u ma'lumotga ega bo'lmasa, u to'g'ri so'z aytadi, ya'ni bilmayman yoki qila olmayman deganda bu to'g'risini aytgan bo'ladi. Bu orqali biz ham u odamni, ham tizimni himoyalagan bo'lamiz. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlashni keyingi 3-darajasi bu audit and tracing deymiz, ya'ni hisobot va iz qoldirish. Ya'ni bizning tizim shunday bo'lishi kerakki, tizimda har qanday qilinayotgan ish kim tomonidan bajarilyapti, qachon bajarilyapti, qanday ish bajarilyapti va nima uchun bajarilyapti. Mana shu savollarga javob bo'lishi kerak. Ya'ni tizimdagi har qanday ish
izsiz qolib ketmasligi kerak. Har bir ishni kim tomonidan bajarilayotgani, sanasi, nima uchun bajarilayotgani va u qanday ish ekanligi haqidagi ma'lumot jurnalga yozib borilishi shart. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa qo'shimcha bir mas'uliyatni oshiradi yoki bo'lmasam hujum qilmoqchi bo'lgan o'zimizni hamkasbimiz qandaydir bir o'sha o'zini vazifalaridan noo'rin foydalanmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, unda yana qo'shimcha bir mas'uliyat paydo bo'ladi. Ya'ni agar men bu ishni qilishga muvaffaq bo'lsam ham, lekin bu narsa baribir jurnalda, loglarda yozilib qoladi degan bir qo'rquv ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam hujumchida ham, ya'ni asosiy ma'lumotga ega bo'lgandan keyin ular meni qilganimni bilib qolmasligi uchun mana shu loglarni ham tozalashim kerak-ku degan bir qo'shimcha qilinadigan ish, mas'uliyat paydo bo'ladi va bu o'sha hujumni qilmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Ma'lumotning xavfsizligini ta'minlashning keyingi 4-darajasi bu Zero Trust degan texnologiya. Ya'ni nol ishonch degani, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak. Oldingi vaqtlarda ayniqsa ko'p tarqalgan edi bu narsa. Masalan, tashkilotning ichida ishlaganda ba'zi qoidalar, ba'zi cheklovlar pasaytirib qo'yilgan bo'ladi yoki umuman mavjud bo'lmaydi. Internetdagidan ko'ra baribir ichkari tarmoq xavfsiz degan bir tushuncha bo'ladi. Masalan, ba'zi tashkilotlarning Wi-Fi parolini bilib olib turib, Wi-Fi ga ulanmasangiz bo'ldi, hamma yoq keng dala. Xohlagan serverga, xohlagan kompyuterlarga, qurilmalarga ulanib, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Mana shunday bo'lmasligi uchun bu Zero Trust texnologiyasida hech kimga by default hech qanaqa ishonch bildirilmaydi. Zero Trustga amal qiladigan tashkilotlar nima qiladi? Ular Wi-Fi'larni ham, tarmoqlarni ham segmentatsiya qilib chiqadi. Masalan, Wi-Fi'ni mehmonlar uchun alohida guest Wi-Fi, xodimlar uchun alohida, serverlar uchun alohida, kerak bo'lsa rahbariyat yoki financelar uchun alohida, nafaqat mantiqiy, balki fizikal holatda ham VLANlar bilan kerakli switchlar yordamida ham alohida ajratib chiqiladi. Ya'ni bu o'sha infratuzilma miqyosida ham ajratilgan bo'ladi. Bundan tashqari Wi-Fi ga ham, masalan, xodimlarning o'zini Wi-Fi ga xohlagan kishiga xohlaganchalik aksess emas, balki faqatgina ro'yxatdan olingan qurilmalarga MAC adresi bo'yicha aksess berish yo'lga qo'yilishi mumkin. Endi bu infratuzilmadagi xavfsizlik choralaridan tashqari dasturiy ta'minot darajasida ham aksess kontrollarni yo'lga qo'yilishi kerak, encryptionlarni yo'lga qo'yilishi kerak, TLS ishlatilishi kerak, RBAC boya aytganimdek, role based access control va hokazo. Mana shu xavfsizlik choralarining hammasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Bundan tashqari tarmoqdagi barcha qurilmalarning operatsion tizimlari va dasturiy ta'minotlari, versiyalari doimiy ravishda yangilanib turilishi lozim. Ya'ni vaqt o'tgani sayin hakkerlar undagi har xil kamchiliklarni topib, uni o'sha ma'lumotni o'g'irlash uchun foydalanishi mumkin. Shu sababli ham ishlab chiqaruvchilar o'zlarining dasturiy ta'minotlariga yoki operatsion tizimlarga security patchlar, update'lar chiqarib boradi. Hozirgi katta tashkilotlarda Google, Microsoft kabi tashkilotlarning tizimlaridan foydalanganimizda ikki faktorli autentifikatsiya yoki bo'lmasam o'sha tizimga kirgan joyimizni, kirgan qurilmamizni va kirgan vaqtimizni ham inobatga olinishi log yozib boriladi va faraz qiling, masalan, siz 2 yil davomida Toshkentning falon mavzesidan har kuni soat 9 dan 6 gacha bo'lgan vaqtda o'zingizni laptopingizdan tizimga kirib bordingiz, masalan, Gmail dan foydalanib bordingiz 2 yil davomida. Ya'ni Gmail bu sizni mana shu ma'lumotlaringizni o'zida inobatga olib yuradi. Qaysi qurilmadan kirgansiz, qaysi foydalanuvchi bilan kirgansiz, kunni yoki tunni qaysi vaqtlarida odatda kirasiz, qaysi joydan kirasiz, hamma ma'lumotlar yozib boriladi va birdaniga ertaga Istanbuldan kechasi soat 3 da noma'lum bitta yangi qurilmadan siz kirmoqchi bo'lyapsiz Gmailingizga. Bunda birdaniga mana shu odatiy holatlarning qanchasi buzilib ketadi, to'g'rimi? Masalan, odatiy vaqtda kirmayapsiz, odatiy joydan kirmayapsiz va odatdagi qurilmadan kirmayapsiz. Shuning uchun ham bunday holatda alertlar ishga tushib ketadi. Ya'ni sizga by default ishonch bildirilmaydi. Buning uchun siz o'zingizni aynan o'sha shaxs ekanligingizni har xil yo'llar bilan isbotlab berishingiz talab etiladi. Masalan, ikkinchi faktor yordamida
yoki boshqa o'sha texnologiyalar yordamida o'zingizni kimligingizni haqiqatan yana qo'shimcha avtorizatsiyadan o'tib isbotlab berishingiz talab etiladi. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlashda mana shu Zero Trust texnologiyasi eng yuqori darajalardan biri hisoblanadi. Zero Trustda huquqlar vaqt bilan ham cheklangan bo'ladi. Bunga misol mana hammamiz yaxshi biladigan Access token va Refresh tokenlar juftligi. Odatda by default Access tokenni yaroqlilik muddati 20 daqiqa hisoblanadi va 20 daqiqa o'tgandan keyin bu token yaroqsiz bo'ladi va undan biz o'sha API resursdan ma'lumot olish uchun foydalana olmaymiz. Endi buning uchun nima qilamiz? Buning uchun o'sha 20 daqiqa o'tib ketishdan oldin biz mana shu Access tokenni jufti bo'lgan Refresh tokenni olib identityga, ya'ni mana shu tokenni ishlab chiqaruvchi servisga jo'natamiz va menga mana shuni Refresh tokenni yangi Access tokenga almashtirib bergin deb jo'natamiz. Uni olganimizdan keyingina, ya'ni 20 daqiqa davomida yangi Access tokendan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham o'sha Zero Trustga bitta misol bo'ldi. Yoki yana bitta hayotiy misol keltiradigan bo'lsam, mana G'arb tomonidan ishlab chiqarilgan har xil kinolarda katta xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan tashkilotda ishlovchi xodimlarni o'sha Access kart yordamida kiradigan xonalar ham huquqlar bilan cheklangan bo'ladi. Ya'ni xodimlar Access karti orqali o'sha binoni asosiy eshigidan kira olishi mumkin va faqatgina o'zini huquqi ruxsat beradigan xonalargagina, o'zini xonasiga va ba'zi bir ikkita xonalargagina kira oladi. Hattoki liftdan chiqayotganda ham liftga oldin Access kartini qo'yib, o'zini ishlaydigan qavatini belgilay oladi. Boshqa qavatlarga u Access kartidan chiqishga ruxsati bo'lmaydi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Bu narsani yo'lga qo'yish qiyin-ku, oson emas-ku, noqulay-ku degan. Bilasizlarmi, o'zi xavfsizlik bilan qulaylik bir-biriga teskari proporsional tushunchalar. Ya'ni qanchalik xavfsizlik darajasini yuqori qiladigan bo'lsak, shunchalik u tizimdan foydalanish qulayligi pastga tushib ketadi. Shuning uchun biz himoyalanmoqchi bo'lgan ma'lumotni muhimlik darajasiga qarab qarorlar qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xavfsizlik bilan qulaylik, osonlik o'rtasidagi trade-offni aniqlab olib, o'sha eng oltin o'rtani tanlashimiz kerak bo'ladi. Va ma'lumot xavfsizligini ta'minlashning eng yuqori 5-darajasi bu zararga oldindan tayyorgarlik qilib qo'yish. Ya'ni biz mana shu aytib o'tilgan barcha texnologiyalarni yo'lga qo'yib, ma'lumot xavfsizligini ta'minlash eng yuqori darajasigacha, barcha fikr-chiqarlargacha inobatga olgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan baribir bizanikidan ko'ra kuchliroq tizimlar bilan, kuchliroq texnikalardan foydalanib, baribir bizning ma'lumot bugun yoki erta buzilishi mumkin. Mana shu hodisaga oldindan tayyorgarlik qo'yishimiz kerak. Tizim buzildi deylik, bunda ma'lumotni turiga qarab buzilgan yoki o'g'irlangan ma'lumotni turiga qarab biz o'sha zararni qanday qilib oldini olishimiz mumkin. Mana shu savollarga javob berish, ya'ni tizimni qanchalik vaqtda qayta tiklay olamiz. Masalan, tizimdan qanchalik tez backup olib turamiz. Tizimni disaster recovery deyiladi, qisqartirib disaster recovery saytlari qanchalik yo'lga qo'yilgan, ya'ni asosiy joydagi tizim to'liq yo'q bo'lib ketsa ham biz o'sha disaster recovery joyidan tizimni to'liq yo'lga qo'yishimizga qancha vaqt ketadi? Mana shu savollarga javob berish, ya'ni tizimni tiklashni har xil uslublarini oldindan rejalashtirib, bunga tayyorgarlik qilib qo'yish. Demak, xulosa o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, tizimda ma'lumot xavfsizligini ta'minlash uchun avvalo halol insonlar, cheklangan huquqlar, ochiq hisobot, doimiy tekshiruv va tez tiklanish kabi mana shu tomonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, xudo xolasa bizning tizim xavfsizligi yuqori darajada bo'ladi. Mana shularni aytib o'tmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat.